Xitoyning rasmiy axborot organi bo'lgan atalmish Xinjiang xabarlar to'rining 13 mart xabar qilishicha 500 Uyg'ur yosh Yakan noyisidan Korli shahriga surgun qilingan. Kommunist Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Sharq Turkiston xalqini xitoylashtirib yo'qotishdek rezil planini izchil davomlashtirib keldi. Bo'libmi yaqinqi 3 yildan buyon Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni atalmish ishga o'rlashtirish nomida Xitoy o'lkalariga arzon emgak kuch qilib avatish sur'atini tezlatdi. Shuning bilan birga yana o'xshash bahona bilan Sharq Turkistonning boshqa joylariga avatish orqali oilalarni parchalashga urindi. Bu qitim Xitoy doiralari Yakan noyisidan 500 nafar qiz yigitni Korli shahriga yetkazgan. Ularning ko'pinchisining Saybaq yezisi 2-kanitdan ekanligi ma'lum. Bu yoshlarga turma mahbuslari kiydigan formalarning kiydirilishi diqqatni tortdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 43-navbatlik yig'inida Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligi va dunyo jamoatchiligining buningga qarshi tezdan harakatga o'tish kerakligi haqida chaqiriq qilindi. Janvada o'tkazilgan yig'inda Yevropa Yahudi o'quvchilar birlashmasiga vakolatan so'z qilgan Riyan Barri so'zlarini Xitoy insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazmoqda deb boshladi va yaqinqi 3 yilda Xitoyning 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa gunohsiz kishilarni yig'ib olish lageriga qamaganligini, bu lagerlarning butunlay rayondagi Uyg'ur va boshqa musulmon xalqini assimilyatsiya qilish uchun qaratilganligini ta'kidladi. Shundaqlar rayonda elib berilayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklardan xohlagancha jinoyat ortish va tutqun qilish, qiyin qistoq va majburiy emgakka silish qatorliqlar tilga olindi va tanqid qilindi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida bu masalalarni jiddiy kun tartibga olib kelishini o'ylaganligini, lekin qattiq umidsizlanganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning koronavirusini Wuhanga Amerika olib kelgan bo'lishi mumkin degan bayonotga qarata Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisi Sui Tiankayni ministrlikka chaqirdi. Oldingi kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerika armiyasini koronavirusini Wuhanga olib kelish bilan ayblab, Amerikaning bir tushuntirish qarzi bor degan edi. Amerika davlat xavfsizlik maslahatchisi Robert O'Brien bo'lsa Xitoyning yuqum ahvolini yoshirish bilan ayblab, bu dunyo xalqining virusga qarshi turishiga 2 oy kechikib qolishiga sabab bo'ldi dedi. Xitoyning Xubey o'lkasi Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirusi dunyo miqyosida 160 mingga yaqin kishini yuqumlantirdi. Yevropada Xitoy virusi eng tez tarqalgan davlat Italiyada o'lganlar soni yangidan 368 kishi ko'payib, jami 1809 ga yetdi. Yuqumlanuvchilarning soni bo'lsa 24747 ga chiqdi. Yaqingacha sayohatchilar qaynagan Italiya ko'chalari odamsiz qoldi. Xitoy virusi sababli jiddiy holat e'lon qilingan Ispaniyada o'lganlar soni 288 ga, yuqumlanuvchilar soni 7753 ga yetdi. Fransiya Səhiyyə ministri Oliver Varan bayonot e'lon qilib, yangidan 900 kishining Wuhan virusi bilan yuqumlanganligini, buning bilan umumiy sonining 5400 ga chiqqanligini, 400 kishining og'ir kasalliklar bo'limida davolanayotganligini, virus sababli yana 29 kishi hayotidan ayrilganligini, buning bilan o'lganlar sonining 120 ga yetganligini aytdi. Amerika, Angliya, Fransiya va Germaniya Suriya krizisining 9 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan o'rtaq bayonotda Baas partiyasining hokimiyati va uning qo'llovchilarini Suriyadagi qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Bayonotda Suriya xalqining 9 yil burun yo'lliq talablari uchun ko'chalarga chiqqanligini, lekin Baas hokimiyatining talablarga zo'ravonlik, xohlagancha tutqun qilish va tan jazolari orqali javob berganligini ta'kidlab, bu krizisda 11 million kishi uy makonlaridan ayrildi, 500 ming kishi jinini sepadi deyildi. Bayonotda Suriyada Baas hokimiyati sabab bo'lgan insoniy krizisning hisobi so'rilganligi tilga ilingan bo'lib, insoniyatga qarshi jinoyat va urush jinoyatiga chetishli kishilarning sudga tortilganligi ta'kidlangan.